Hammaga salom. O'ylanib o'tirib shu videoga ovoz berishdi. Qarab topib bildim. Mana biz chiqargan musorlar 2,5 metrdan oshiq. Kavlangan joylar suv ketgan tagidan. Izolyatsiya qilgan olganmiz bu obyekt. Shunaqa gaplar. Motorpark joyiga qaytarib to'kiriladi. Mashinaga chiqarib kerak emas bo'ldi. Mashina ko'rsatib ketaman orada. Bu joylarda ham ponni ishlashga bo'lgan, tepasini olganmiz. Maylarda ham ponni oldik. Ulardan ham ponni kavladik. Bitorlar biznes ko'p chiqqan. Ishlanka. Bu tomondagi hozir tomonlarda ham bitonni ham ko'chirib qo'yamiz. Onu ponni bitorlar ko'chirib chiqdik. Maylarda kavlaganmiz. Izolyatsiya qilishimiz kerak. Oxirigacha. Tagidan kavlab o'tganimiz yana aytcham. Tagidan kavlaganmiz buni. Kavlab o'tib qo'ydik. O, ashaqacha. Tag. Mana ko'rib turganlaringizdek bitorlarda o'rdik buni yo'qda. Ag'dartun tarqalib tashaganmiz. Bu bitonni atrofini ham kavlab qo'ydik. Mayda ham kavlab qo'ydik. Berga aytdi, bu yer kerak emas dedi. Hozir ko'm qo'yapmiz. Şey hozir bundan chiqqan turpa to'xtik ichcha-picha. Tomonlarni ham qazib qo'yganmiz. Traktor aytamiz dedi o'zimiz. Tomonni ham ponni kavlab o'rganmiz hozir. Traktor ham. Ya bitorlarni olib mana uni ham olamiz hozir. Qaziladi, boshqatdan zabor bo'ladi. Kavladik. Mana edi. Boshladik chuqur kavlashdi. Остаточный. Mashigacha. Hozircha moda ko'rsatilgan tomonlar kerak emas. Mashag'ini aytishgan. O'sha yerda 3,5 metr kavlab qo'yamiz. Kemaydan boshlab ketgan. Yomon beton, tosh, axlat, musor. Betonni oxirigacha. Mana yerda ham uni latoylarini olib tashlash uchun ham kavlashimiz kerak. Kavlayapti. Bu yerda ham bugun kavlab qo'yamiz buni qazib. Latoyni olib tashlaganmiz. Shunaqa gaplar. Ham kavlab mana lab qo'yganmiz. Короче, pon uyda atrofidagi betonni ochgan. Voy yarmini ko'chaga kecha tashaganmiz. Bolalar yomon ko'p. Mayarlardan chiqqan zasipkasini zo'r o'tib mayoqqa to'k degan. Ponni to'kkanmiz. Ponni zasipka qilib chiqqanmiz. Mana yerda polni musor bo'lgan. O'sha musorda hammasini musor to'kishgan olib chiqadiganini olib chiqdik. Mayda pastda yog'ochlar bor edi. Mana monichi taxlaganmiz. Hazayin aytgan. Bu qo'ygan yog'ochni ma qo'yish degan hazayin mana shu yerda qo'ygan. Mana yer buni rasvo edi. Zasipka qilib chiqqanmiz. Polni. Nima burchadagi tuvalet. Shunaqa gaplar. Tovuqlar ham bor bu yerda. Kuniga 3 ta tuvar. Ponni musorlarni olib tashab turib, musorda betonlar bor edi mayda. Keyin zasipka qilib chiqdik buni. Nima qo'yib chiqaman? Ko'chalarni yurtaman. Ez. Mana shu shohona uyimiz, obyektimiz. Hozir ko'chaga tashlayapmiz. Kecha kuni 2 kamaz olib ketdi. Musor. Undan oldingi kuni 2 kamaz olib ketgan. Archalarni qaranglar, qimmat archalar. Mana ko'cha tomon darvozasi. Chiqishimiz. Mashi tashigan musor to'yapmiz. Kechagi musorda olib. Kecha kun kamazda toshi 2 kamaz olib ketdi. Hozir boshladik yana musor olib chiqishdi. Yana musor olib chiqqanmiz xolos. Shunda bir melizalar mashina. Bizni ko'rib qolsa olib ketadi.